Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugun biz qiziqarli savol-javob o'tkazamiz. Qani, agar tayyor bo'lsalar, ketdik. Okey, yaxshimi, savol yaxshimi? Tishsiz, bo'ldimi, tishsiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, aka. Qarang, men sizga savol beraman, menga javobini berasiz. Tayyormisiz? Xo'p, savolimni eshiting. Masalan, qarang. Bir minut savolimni topib yo'qotib qo'ydim. Mana agar dunyodagi istalgan biznesni ochish imkoniyati bo'lsa, nima bilan shug'ullanardingiz? Masalan, sizga pul berishdi, pul berishmadi, yo'q, qanaqadir imkoniyatingiz bor, biznes ochishga, qanaqa biznes ochardingiz? Biznes ochganda avtomexanika uchun именно motor, ходовой запчасти sotgan. Вот именно mashinalar uchun shunaqa zapchastlar, to'g'rimi? Ani motorlari. Va ikkita variantim bor. Motor, ходовой zapchasti uchun и yana xo'jalik mollar. Zo'r. Mashka uz avto motorsi qo'yib qo'yamiz. Mana mashina bo'ladi. Ular uchun bepul reklama bo'lyapti o'zida. Mayli, aka, sizga omad tilayman. Sizni xursandman bilan intervyu olganimiz uchun. Rahmat aka, charchamang. Qarang, aka, savolimni beraman. Tayyormisiz? Xo'p, qarang, dunyoning istagan joyida 24 soatga g'oyib bo'lish imkoniyati bo'lsa, qayerga borardingiz, mana nima qilardingiz? Shvetsariyaga borganman. Xo'p, nimaga o'tdi Shvetsariyaga? Masalan, havo uchunmi yoki Havosi uchun, ham chiroyli shahar. odamlari chiroyli? Odamlar, hamma narsasi, madaniyati. Men eshitishim bo'yicha Shvetsariyada ham oyligi ham dahshatli. Oyligi ham cho'tka. Shuni qiziqtiryapti. O'sha 24 soat shunda O'zbekistondan Shvetsariyaga pishib ketadi. Bir kunga. Zo'r aka. Omad tilayman. Shvetsariyaga yaxshi borib keling. Ha, shunaqa istak bo'lsa ham baribir ham umid tilayman aka, shu yerga borib ketishni. Aylanishib borasiz. Charchamang aka. Muhammad, yaxshimisiz? Savol yaxshimi? Siz qarang, men sizga savol beraman, menga javob qaytarasiz. Tayyormisiz? Xo'p, qarang. Savolimni eshiting. Qaysi tarixiy shaxs bilan tushlik qilishni istardingiz va unga qanday savol berar bo'lgandingiz? Вот, masalan, Timothy bilan, va takoy. Это panty bor-ku, shularga. Xo'p, qanaqa savollar bermoqchisiz ularga? Qandaydir anaqa maslahat so'ramoqchi edim qo'shiq haqida. Masalan, o'zim qo'shiq aytishni yaxshi ko'raman. Shunga maslahat so'ramoqchi edim. Qani bitta nimadir aytib bering, qanaqa qo'shiqlar bitta. Hozir emas. Mayli, shunaqa chiqadi, shunaqa Timothy bilan, to'g'rimi? Mayli, sizga omad tilaymiz bo'lmasa, Timothy bilan xudo xolasa ko'rishing. Ularga salom deb qo'ying biz o'rnimizdan. Charchamang. Javob berasiz, bo'ldi. Xo'p, aka, keling, yana sizga cho'tka uyalyaptilarmi? Shulardan olamiz, aka. Nimaga? Qo'ysangiz, aka. Qarang. Savol beraman. O'shanga javob beradi. Yo'q, aka. Yo'q, kulmasiz. Yo'q, savollar jam anaqa emas, aka. Oddiy savol, mana eshiting. Savolimni eshiting birinchi. Xo'p, qarang. Xo'p, agar vaqt mashinasi bo'lsa, o'tmishga yoki kelajakka sayohat qilarmidingiz? Nima uchun qilardingiz? O'tmishga ko'p narsalarni o'zgartirish uchun. Masalan, nimani o'zgartirish uchun? Qanaqa xato qilib qo'ydingizmi? Masalan, bolalarda shunaqa bo'ladiki, masalan, yaxshi ko'rgan qizini qaytarib olish uchun yoki boshqa. Qiz bilan emas. Xo'p, ayting, nima uchun masalan? Boshqa narsalarni. Ayting, bizga qiziqdi shu, nima uchun qaytamiz? Masalan, ko'p narsalarni. Masalan, xo'p, mayli, o'tmishga emas, mayli, kelajakka deylik. Kelajakni ko'rib qaytib keladi. Kelajakni ko'rib qaytib keladi. Yaxshi bo'lsa qolardi. Yaxshi bo'lsa harakat qilardi. Mayli, bo'lsam sizga omad tilaymiz. Shunaqa vaqt mashinasi bo'lsa, agar aka sizga vaqt mashinasini bersa, shunaqa imkoniyatdan anaqa qilmang aka. Nima deyiladi? O'zgartirish. Da, o'zgartirishdan. Xo'p, charchamang aka. Sog' bo'ling, charchamang.